Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli. Xudo xolasa mana Qo'qon Modilga 3 metrli standart ishimizni o'rnatib berdi. Akamizga ishimiz yoqqan ekan. Kanalimizga murojaat qiluvdi. Xudo xolasa chiroyli tarzda kelib o'rnatib, chiroyli holatda full komplektatsiya deydimi? Mo'nka sushulkalar ichlarida qilib, chiroyli holatda, ishlarni qo'lga holatda qilib, inshaalloh har doimgidek akril grey kashtanlikdan istalishi esa 4 santimetrligi. Hali beri montajlar to'liq holatda bo'lmabdi. Inshaalloh sliplarni tushirib, hamma yo'g'ini uka dedi oldiroq o'rnatib bera oling, ishimizni keyin surib qo'yamiz dedi. Xo'p, bu joyimizga 360 joyga xaladinlardan bilan tushar ekan. Orqada jichcha oldiroq o'rnatib qo'ydi ishimizni. Orqalarda suv montajlarini qilsa, keyin surib qo'yadigan bo'ldi, xudo xolasa. Mo'lga smesitellarni chiroyli yaxshisidan qimmatidan qo'yib berganmiz. Ichida sushulkalari bor. Ishlarda qo'l har doimgidek qosh soladigan vakuum davutchilikda bo'ladi 100%, xudo xolasa. Qiziqinglar, balandligi 2.30 joyga tushadi, toshisi 2.26, eniga 3 metr joy, 3.5 joyga tushgan ishimiz. Jichcha oldiga o'rnatdik, aytib o'tganimizdek, bu yerga yonboshga xaladinlik bo'ladi. Bu orqa tomonda mana santenigalar to'liq bo'lmabdi. Jichcha oldiroq o'rnatib beringlar dedi. Xudo xolasa shunday orqaga surib qo'ysa, plotniy holatda tushadi, xudo xolasa. Xo'p, kimda savollar bo'lsa, inshaalloh kanalimizga bitta like bosib, mehnatimizga podдержка qilib, o'z fikringizni bildiringlar. Pastda nomerlar qoldiramiz. Vodiy ichi xudo xolasa xizmat ko'rsatamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Xudo xolasa ishonarli, garantiyali videoda ko'rib turgan narsalar xudo xolasa bemalol xuddi ash holatda bo'ladi. Materiallarni kesib olish, ichidan kichaltirib qo'yish yo original materiallar, original ruchkalarni, petlalarni o'rniga prostoyni qo'yib qo'yilmaydi. Xudo xolasa chiroyli, qora qimmat petlarli, har doimlar bilasizlar chiqadigan bo'ladi. Chiroyli holatda olib borib uylarga qo'yib beramiz. Pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Vodiy ichi dastlabki uстановkalari xudo xolasa kelishilgan holatda qilib beriladi.